Yo, hacha, qo'llashmachoq o'ynaylik, zerikib ketdi. Yo'q, jinnimisan? Bo'lmaydi, u detskilar o'yinini o'ynab nima qilasan? O'ynaylik, Johar aka, juda ham zerikib ketdim. Iltimos, turing o'rningizdan o'ynaylik, turing. Mayli, o'ynasak o'ynaymiz. Birinchi bo'lmasa men quvlayman, sen qoch. Xo'p, unda men qochaman, qo'ying meni. Ay, Voy, jinnimisan? Eshik bor edi-ku, eshik ochilmagandi. Obbo, o'zingga kel, hoy. O'zingga kel deyapman. Hushdan ketib qoldim, nima bo'ldi? Hozir borib tezroq shifokorga aytib kelmasam, bu cho'tam hushdan ketib qoldi shekilli. Janob doktor, xotinning ahvoli yaxshimi? Ha, hozircha yaxshi, lekin boshidan lat yegan. Hozircha hushiga keladimi yo'qmi aniq bilmayman. Agar hushiga kelsa, unga ortiqcha gapirmang, tushundingizmi? Ha, tushunarli. Rahmat unda sizga kattakon. Bo'pti, yaxshi qoling, men ketdim. O'zingiz ketasizmi yo kuzatib qo'yaymi? O'zim ketaman, eshikni bilaman. Ha, mayli, rahmat janob. Obbo, xotin senga zarilmi-da? Nima edi, quvlashmachoq o'ynab. Rosa qiynalyapti. O'ziga kelarmikan, lekin o'ziga keladiganga o'xshayapti. Boshini qimirdatyapti nimagadir. Xotin, yaxshimisan? Nima bo'ldi senga? Hoy, nimaga boshingni qimirdatyapsan? Tushunmadim, qimirdatmay qoldim. Xotin, yaxshimisan? men qayerdaman? Siz kimsiz? Nimaga meni xotin deyapsiz? Jinnimisan? Tanimayapsan? Men seni eringman. Qanaqa erim? Siz kimsiz? Men sizni tanimayapman. Menga tegmay qoching, men uzoqqa. To'xta, qayoqqa ketyapsan? Men seni eringman. Nahotki tanimayapsan? Men senga tegmayman, qo'rqma, hoy. Hoy, to'xta dedim. Obbo, qayoqqa ketdi? Hoy, to'xta xotin, men senga tegmayman. Nima qilyapsan? Qayoqqa ketyapsan? Hoy, to'xta. To'xta deyapman men senga. Hoy, xotin. Eshitmadi. Xotirasini yo'qotib qo'ydim. Nima balo meni tanimayapti. Hoy, to'xta dedim. Qayoqqa ketyapsan? Hoy, qishloqni bilmaysan-ku, agar xotirangni yo'qotib qo'ygan bo'lsang, to'xta deyapman. To'xta. Yordam bering menga, opa, yordam bering. To'xta dedim. Hoy, xotin, to'xta. Iltimos, menga yordam bering. Meni mana bu kishi qo'layapti. Tegmang bo'ldi, tegmang. Nima bo'ldi? Tushunmayapman. Nima? Xotiningiz qochib yuribdi sizdan. Xotirasini yo'qotgan shekilli, yiqilgandi, boshidan lat yegandi, o'shanga meni tanimayapti. Bo'ldi unda, tegmang. Siz men bilan o'tirasizmi, kelin? Ha, o'tiraman siz bilan. Bo'ldi, siz ketavering, men bilan o'tirar ekan. Men hech narsa qilmayman unga, u men bilan tinchgina o'tiradi. Sizni eslagandan keyin qaytib kelib olib ketasiz. Mayli yanga, unda sizni yoningizda tursin, faqat ehtiyot bo'lsin iltimos. Agar biror joyga ketib qoladigan bo'lsa, menga xabar qiling, xo'pmi? Xo'p bo'ladi, ketmaydi, hech qayoqqa qo'ymayman. Mayli, rahmat yanga. Obbo. Jo'xa, nima bo'ldi? Xotinim xotirasini yo'qotib qo'ydi shekilli, meni tanimayapti. Chatoq bo'pti-ku. Endi qanday qilib buni xotirasini joyiga tushirsak bo'ladi? Menda bitta dahshat reja bor. Qanaqa reja? Sen uni boshqatdan, unga boshqatdan uylanishing kerak. Hozir seni tanimaydi-ku, qaytadan tanishasan, qaytadan uylanasan degandek. Yo'q, jinnimisan? Men u bilan tanishib uylanganimga o'zi 4-5 oy bo'lib ketdi. Yana shuncha vaqt ketadimi keyin? Yo'q, uncha vaqt ketmaydi. Bir kunda o'zida shunaqa tanishib, shuna uylanib olasan. Qanaqa bo'ladi? Xullas, senga bitta zo'r reja aytaymi? Shu uyingni borib bezatgin, chiroyli qilib, hamma narsa qo'ygan, xotining xursand bo'ladigan qilib, keyin uni uchrashuvga taklif qil. Uchrashuvga boradi, uyingga boradi, o'sha yoqda keyin bo'ldi, biz to'yimiz bo'ldi deb yuborasan, nima deysan, keyin bitta kishi borib ikkita qo'shiq aytadi o'sha to'yda. Yo'q, unaqa bo'lmaydi, u g'alati bo'lib qoladi. Mayli, men bir janob mer bilan maslahatlashib kelay, agar janob mer hech qanaqa idea aytmasa, seni ideyangni qo'llaymiz. Bo'pti, to'y bo'lsa meni ham ayt. Mayli, lekin unaqa qanaqa kichkina uyda ichida to'y qilsa bo'ladimi? Bo'lmaydi, u normal g'oyam emas. Nima deyapman, g'oyam emas. Qanaqa g'oyam? Meni g'oyam emas-ku, g'oya emas. Xo'p, janob merga aytib ko'raychi, janob mer nimadir bilsa kerak. Xo'sh, assalomu alaykum janob mer. Va alaykum assalom. Jo'xa, qalaysan? Tinchmisan? Rahmat, o'zim yaxshimisiz? Ha, bo'ladi. Yangilik bormi? Yo'q, yangilik yo'q, bitta muammo bor. Qanaqa muammo? Xullas, ko'chada xotin bilan o'tirgandik. Keyin xotin aytdi, "Zerikdim, qo'llashmachoq o'ynaylik" dedi. Xo'sh, keyin nima bo'ldi? Keyin yangilik bo'lib qoldimi? Yo'q, qanaqa yangilik bo'ladi, o'tirgandik. Keyin u qochdi, keyin meni ortidan quvdim. Keyin u borib eshik yopiq ekan, bilmasdan boshini urib oldi. Shunda boshdan lat yeb, xotirasini yo'qotib qo'ydi. Hozir meni tanimayapti. Seni tanimayapti? Unda sen uni oldida qanday turuvding? Hozir u oldida turganim yo'q, u sizni xotiningiz yoniga qochib ketdi. Meni xotinimni qanaqa sen tanibdi? Sizni xotiningizni ham tanimagan, u ayol kishi yo'q xotiningiz, o'sha ayol kishining oldiga qochib bordi. Erkak kishidan qo'rqdim, bilmayman. Ha, tushunarli. Mayli, undan nimadir qilib uni xotirasini qaytarish kerak. Qanday qaytaramiz? Bilmadim, lekin birinchi o'rinda seni tanish kerak. U tanimasa damdala. O'shani qanday tanishni o'ylayapman. Menda bitta reja bor desak ham bo'ladi. Qanaqa reja? Xullas, sen unga yaxshilab o'zingni tanitishing kerak. Birinchi o'rinda yaxshi odam bo'lib ko'ziga ko'rinib turib, uni qanaqadir, xursand qilishing kerak. Tushunyapsanmi?
Bitta reja aytdi, anavi qo'shningiz bor-ku, sizni qo'shningiz Jitel. Xo'sh. Aytdiki, uyingni chiroyli qilib bezatib, unga qaytadan uylan dedi. Qaytadan uylanishiga yana 4-5 oy ketadi-ku. Shuni aytdim unga, lekin u aytdiki, bir kunda uylanib olsang bo'ladi, bir kunda tanishib dedi. Bilmadim, lekin unaqasini o'rimda unaqa bo'lganini ko'rmagan ekanman. Senga o'sha meni maslahatim shuki, uyingni bezatasan chiroyli qilib, keyin uni chaqirib boramiz. Kimdir xotinim bilan birga boradimi, xullas nimadir bo'ladi, 2 kishi boradi birga. Keyin sen unga uzuk berasan, nimadir qilib, unga taklif qilasan, menga turmushga chiq deysan, keyin u xursand bo'lib ketadi, seni tanib oladi. Tushundingmi? Xursand bo'lsa o'zi xotirasi qaytsa kerak. Demak, rostdan ham shunaqa. Ha, rostdan shunaqa. Men bitta kitobda o'qigandim. Inson qanchalik xursand bo'lsa, u xotiralar eslaydi yoki qanchalik xafa bo'lsa, ya'ni uni qo'rqitsang yoki yig'latsang ham xotiralar esiga tushadi. Yo, unaqa qilmayman. Xursand qilaman. Bo'pti, unda borib sen uyingni chiroyli qilib bezatib tayyorla. Keyin esa o'sha rejani amalga oshiramiz. Men xotinimga aytaman, u seni yoningga xotiningni olib boradi va o'shanda unga turmushga chiqasanmi deb taklif berasan. Zo'r reja. Bo'pti janob mer, unda sizga rahmat, men ketdim. Bo'pti, omad tilayman senga. Faqat ehtiyot bo'l, xotining o'ziga nimadir qilib qo'yishi ham mumkin. Bunisi ham bor-a. Bo'pti, unda men ketdim. Mayli, keyin shifokorga borib ko'rintirgin. Xo'p bo'ladi. Mayli, rahmat janob mer. Endi borib zakaz olib kelib beradigan bir atanga bir ikkita narsa aytishim kerak. Xotini o'tiribdimikan, tinchgina o'tirgandir, janob mer bolasiga qarashib deganda, assalomu alaykum janob. Va alaykum assalom. Jo'xa, tinchmisan? Nima baqir-chaqir qilib shoshilib yuribsan, xavotirlanib? Xotinim xotirasini yo'qotib qo'ydi. Janob merning uyiga borib hozir yashirinib olgan xotinning orqasiga. Xotirasini yo'qotib qo'ydimi? Sen tanimayaptimi? Yo'q, tanimayapti-da, o'shanga hayronman, nima qilishni bilmay qoldim. Reja o'ylab topish kerak-da unda uni xotirasini qaytarish uchun. Nima bo'lib xotirasini yo'qotdi? Короче, qo'llashmachoq o'ynamoqchi edi, keyin borib eshikka basharasi bilan urdi, eshik ochiqligini, to'g'ri, yopiqligini ko'rmasdan. Keyinchi? Keyin hushdan ketib qoldi. Keyin esa turgandan keyin eslay olmay qoldi. Demak, xotirasini qaytarish uchun yana o'sha joyga olib borib turish kerak-da. Yo'q, jinnimsiz unaqa qilib tuzaltirib bo'lmasa kerak. Bo'ladi-da, kanashna. Achchiqni achchiq kesar deyshadi-yu. O'sha joyga yana bitta yaxshilab ursang yoki o'zi urib olsa biror joyga xotirasi o'ziga qaytib qoladi. Ya'ni seni eslaydi keyin. Yo'q, unaqa qilmaymiz. Xullas, men uyni ichini bezatib turib unga qaytadan uylanmoqchiman. Jinnimisan? Qancha bo'lib ketdi uylanganingga? 4-5 oy bo'lib qoldi. Yana shuncha kutasanmi? Yo'q, bir kunlik to'y qilib olamiz. Tushunarli. Mayli, o'zing bilasan. Nima kerak, nima olib kelib beray? Xullas, o'sha uyni ichini bezatishga kerak bo'ladigan narsalar olib kelib bersangiz bo'ldi. Bo'ldi, yes qilamiz. Unda bir aylanib kelsang olib kelib qo'yaman. Bo'pti, unda pullarni olib kelaman. Bo'pti. Ungacha olib kelib qo'yaman. Mayli. Uyimni ichini qanday bezatsam ekan? Bilmadim, xullas normalroq u qizil. Kakras qizil rang yoqadi unga, qizil rangli narsalar qo'yib chiqish kerak uyning ichiga. Lekin qizil rang sal g'alati bo'lib qoladi, o'zimga yoqmaydi-ku qizil rang. Mayli, o'zimga yoqsa yo'qmasa farqi yo'q. Yangi kravatimiz ham sal g'alatroq-ku, lekin unga yoqqandi-ku, muhimi. Juda ham mazza, ichiga kirib uxlasa, birga uxlaymiz. Men bu tomonda uxlayman, u bu tomonda uxlaydi. Chunki bu tomondan derazadan kimdir kelib qolsa, badabang uraman, bu tomondan eshikdan kelib qolsa, bu tomonga o'tib badabang uraman, u bu yoqda uxlaydi keyin. Xullas bo'ldi, uxlash qarab o'tiraman. Mana pul bor edi. Tak 2 stak izimrod menimcha yetsa kerak, birat javna qimmat narxga olib kelib bermaydi. Doim arzon narxlarda bizda narsalarni olib kelib beraveradi. Juda ham yaxshi odam shu biratam. Lekin xotirasi yo'qolib qolgan juda ham yomon ish bo'ldi. Agar xotirasi qaytib o'ziga kelmasa, lekin dabdala. Keyin yana boshdan 5 oy kutib uylanishim kerak. Yangilik yana cho'zilib ketadi. Sizlarga tezroq yangilik qilish uchun tezroq xotirasini qaytarishim kerak. Aytgancha sizlar bitta zo'r narsa qilsanglar bo'ladi. Davayt kommentariyaga tushib, men haqimda unga yozib qoldiringlar. Ya'ni Jo'xa shunaqa edi, shunaqa bo'lgan, sizlarda shunaqa voqealar bo'lgan deb unga eslatinglar. Tushundinglarmi? Aytgancha Jo'xani xotini degan YouTube kanal ochganmiz. O'shanga xotinim videolar qo'yib boradi, o'shanga ham obuna bo'lib qo'yaveringlar. Men ham obuna bo'lsam bo'ladimi? Obuna bo'lsang bo'ladi. Bemalol xotinimni kuzatsang bo'ladi. Nima? Xotiningizni hammaga ko'rsatmoqchimisan? To'g'ri aytyapsan. Bor yoqil bo'lmasa sen kuzatma, obunachilarim kuzatadi. Birat 2 ta izimrod olib keldim, bo'ladimi? Bo'laveradi, berchi. To'xtang, bermayman. Doimgi joyiga qo'yib qo'yaman. Bo'pti, mayli, olaver, yashikda turibdi narsalar. Shuncha narsa olib kelibsiz. Stolni ham bezatsam zo'r bo'lar ekan, kakras. Rahmat, birat. Mayli, kelib tur, sog' bo'l. Arzimaydi. Yo'q, dahshat o'ylabdi, lekin biratan dasturxonni bezatib, zo'r ovqatlar, narsalar qo'yib, uni kutib olsam, vahshiy xursand bo'ladi. Xursand bo'lgandan keyin hamma narsa esiga tushib ketadi. Zo'r bo'lib ketadi keyin. Qanaqadir gilam ham zakaz qilganmidim men.
man zakaz qilganman, biratda o'z olib kelib shekilli. Rostdan ham lekin chiroyli ko'rinar ekan xonani ichiga qizil gilam qilib qo'ysak. Oldindan nima shunaqa qilmaganmiz bilmadim. Olib qo'yayim mana uni. Bu xonaga ham qo'yib yuborish kerak, lekin chiroyli turar ekan. U mana takoshni kirib qaraydi, "Yo'q" deydi. "Siz qayerdan bunaqa narsalar qilib yubordingiz?" "Yo'q aka" deydi tanisa agar. Eslay olmasa lekin dabdala lekin eslay olmasa tanimaydi. Mana bu yerdagi stollar olib tashlaymiz. Yangicha stol qo'yamiz. Nima bu tapor bilan sinadi. Ha, tapor bilan sinar ekan bu. Nima bu sinmayapti desam. Mana bunaqa qizil 3 ta-ku, 4 ta emasmidi? Bitta yetmas ekan-ku. Nima qilamiz bittani? De bitta, nahotki bitta bo'lmasa, qayerga ketdi ekan? Yo, 3 top kelgan biratan. Yomon ekan 3 top kelgani. Mayli unda mana bunisini bu yerdan olamizda, buni bu yoqqa qo'yib qo'yamiz. Bu yerga esa undan bitta qo'yamiz. Endi hech narsa qilmaydi. Bunaqa qo'yib yuborsa, bunga mana bunaqa qilib qo'ysa, tag o'tiraman, o'chirib qo'yamiz, kerak yo'q. Derazalar yopamiz, qorong'ilashtiramiz xonani ichini. Mana bularni o'chiramiz, mana yonib tursa bo'ldi-ku. Bo'ldi, endi chiroyli turadi. Xo'sh, bizga ham narsalar bor. Gullarni ham joylashtirib chiqaman unga. Kakras gullar yoqardi o'zi. Mana qanaqa ovqat bu? Banalli qanaqadir ovqat ekan. Unga mevalar yoqardi. Mevalarni hozircha muzlatgich ustida qo'yib qo'yaman. O'sha joydan olib yeydi. U keyin banalli, mana shu kakras banalli muzqaymoqlarni ham yaxshi ko'rardi. Sabzi hozircha shart emas. Sabzini olib qo'yaman bu yerdan. Kolani ham yaxshi ko'radi. Kola qo'yib qo'yamiz bitta. Bitta kola esa muzlatgichda turib turadi. Hozircha keyin esa xohlasa ichkisi kelgan vaqtda ichadi. Mana bu narsalarni nega muzlatgichga qo'yib bo'lmayapti? Menimcha muzxonaga qo'yilsa kerak yoki muzxonaga ham qo'yib bo'lmayapti. Muzxonaga bo'lar ekan, muzxonaga qo'yib qo'yamiz. Ana endi mana gullar joylashtirib chiqish kerak. Gullar ham yoqardi unga. To'xtanglar, mana sandiqlar, to'xtanglar, ichkari kirib olaydi. Stollar vashida kerak yo'q. Keyin mana gullarni xonamizga qo'ysammikan? Gul xonada menimcha yaxshi turmaydi. Boshqa joyga qo'yaman gullarni. Lekin mana bular qo'yib bo'lmayapti. Mayli gul qo'yib qo'yaman bu yoqqa. Bitta gul yetadi menimcha. Bitta esa bittani qayerga qo'ysam bo'ladi? Bitta mana bu joyga qo'yib qo'yamiz. Bu salgina kattaroq ekan, buni olib tashlaymiz. Mana yoq birdan olinib ketdi-yu. Mayli bu joyga qaytarib tiklash kerak endi. G'alati, rostdan ham, voy, nima bunaqa bo'lib ketyapti, tushunmadim. Mana endi chotki bo'ldi. Bu tomonga boyagi guldan bittani qo'yamiz va ana takoy bo'ldi. Shkaf, boshqa narsalar bu yerga qo'ymayman. Boshqa joyga bor, garajga qo'yib qo'yaman. Garajga mashina bor-ku. Mayli, menimcha hammasi tayyor. Endi janob Med xotiniga aytaman, hozir xotinimni olib keladi. Keyin esa yo'diga tushsam zo'r bo'ladi. Aytgancha uzuk bordi. Uzuk qani, uzuk. Uzukni ko'rsatib menga turmushga chiqasanmi deyman. Zo'r bo'ladi keyin. Karochi obunachilar, janob Med xotiniga telefon qilgandim, aytdiki, xotiningni hozir jo'nataman, hozir boradi, ko'rsatib yubordim uyingni dedi. Lekin qachon keladi bilmadim. Agar boshqa joyga ketib qolsa dabdala, lekin bor. Gilamlar ichkariga ham to'shab bo'lmasmikin? Ichkariga ham gilam to'shab qo'yishim kerak, lekin chiroyli ko'rinadi. Lekin mobillar qo'yib bo'lmayapti, g'alati. Mayli, shunaqa turib tursin, pakajda ikkita yetadi. Yana qayoqqa bo'ldi? O'zi boshqa gilam qo'yadigan joyimiz yo'q. Mana bu narsalar menga kerak yo'q. Inventardan olib qo'yim, uzukni birga qo'yib turaman. Bo'ldi, menimcha chotki bo'ldi. Endi xotin kelyapti shekilli, kelyapti, yo'llanamiz. Xotin, xush kelibsan, ya'ni ismi Gul. Seni xotin demasligim kerak. Menga turmushga chiqasanmi? Qani, turmushga chiqasanmi? Men siz o'z xotiningiz, menga jinni bo'lib qoldingizmi? Seni xotining o'zingga qaytdimi? Nima meni qo'rqitding? Bu yoqqa kel, senga zo'r narsalar tayyorladim. Nimalar qilib tayyorladingiz? Chiroyli qilib qo'ydim-da. Uxlaymizmi? Qara, kravatni zo'rligini. Mayli, lekin hamma yoq rostdan chiroyli qilibsiz. Bo'pti, davay, mazza. Yuhu!